Bugun kelin hayotini 39-qismida faqat dazmol qilganimni ko'rasizlar, chunki tog'larga tenglashib ketgan dazmolimni shu bugun qilmasam qolib ketyapti har kuni. Instagramga kirib kimni qarasam qanaqadir siqilgan kimnidir hayotini aytib berishayotgan bo'lishadi. Men o'zligini deb o'ylab qiziqib eshitsam, oxirida qaysidir podpisnicam shunaqa deb yozibdilar deb qo'yishadi. O'zi Instagramga ozgina chalg'ish uchun kiraman, shunda ham yana birovni hayotida nimalar bo'lganini eshitib, yana siqilib qaytib chiqib ketaman. Bir xillarni eshitib, nima balo, to'g'ri borishyaptimi u yog'ini deb qolaman. Men shu narsani ozgina boshqacharog'ini qilib ko'rmoqchiman. Hayotingizda siqilganmas, balki noqulay, lekin juda ham kulgili vaziyatga tushgan qanaqa holatda bo'lgansizlar, o'shalarni yozib qoldirsanglar, keyingi kelin hayotida aytib beraman va birgalikda hammamiz kulishamiz. Meni ham hayotimda bitta shunaqa unutilmaydigani bo'lgan. Haligacha eslasak juda ham kulamiz. Unisini bo'lsa, keyingi kelin hayoti videosida aytib beraman. Like bosish esdan chiqmasin.